Jo Vitale. Pul topishning ulkan sirlari. Birinchi bob. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. Sarf etish qudrati haqida gaplashamiz. Bu voqea ko'p yillar ilgari jazirama yoz kunlarining birida sodir bo'lgandi. Bir oziq-ovqat do'konidan 2 marta xarid qilishimga to'g'ri keldi. O'sha kunlari do'konga tez-tez qatnashimning asosiy sababi bir haftalik yegulik sotib olish uchun yonimda yetarli mablag' yo'q edi. Bir necha oy avval og'ir kasallikdan so'ng xotinim vafot etgandi. Uning hayotini hatto sug'urta qildirmagandim. U meni namnihol yoshida xarajatlar dengizi va hisob-kitoblar tog'iga tashlab ketgandi. Men yarim kun ishlardim. Maoshim yegulikka zo'rg'a yetar, 2 bolamning xarajatlaridan deyarli pul orttira olmasdan rosa qiynalardim. Qiyinchiliklar qalbimga azob bergani yetmaganday, hamyonimda atigi $4 pul bor edi. Bu pulga do'kondan sut va bo'lka non sotib olish mumkin edi xolos. Bu yeguliklarga bolalarimning qorni to'ymas, boshqa narsa sotib olishga esa imkoniyatim yo'l bermasdi. Chorasizlik jon-jonimdan o'tib ketgandi. Do'kondan qaytayotib, yo'ldagi qizil chiroqda to'xtadim. O'ng tomondagi yo'l chekkasida turgan yosh erkak bilan yosh ayol va ularning bolasiga ko'zim tushdi. Ularning yuzlari quyoshning ayovsiz nurlari ta'sirida qorayib ketgandi. Erkakning qo'lida qornimni to'ydirish uchun ishlashga roziman degan yozuvli karton qog'oz bor edi. Ayol uning yonida turgancha qizil chiroqda to'xtagan mashinalarning saloniga intiqlik bilan tiqilardi. Taxminan 2 yoshlardagi bolakay esa maysalar ustida o'tirib, bir qo'lli qo'g'irchog'i bilan bamayli xotira o'ynardi. Bularning birini svetoforning qizil chirog'i o'chib, yashili yonmasdan avvalroq atigi 30 soniya ichida ilg'adim. Ularga bir necha dollar berishni juda ham xohladim. Afsuski o'zim ham bechora hol bo'lib, cho'ntagimda atigi non va sutga yetadigan pulim bor edi. Yashil chiroq yonganida esa men ularga oxirgi marta aybdorlarcha nigoh tashlab yo'limda davom etdim. Erkakning o'ychan nigohi va oilasining ahvoli menga qattiq ta'sir qilib, xotirjamligimni o'g'irladi. Men ularning holatini tushunar va bu oilaga qandaydir yordam berishim kerakligini his qilib turardim. Bu his meni ortga, ularning yoniga qaytishga majbur etdi. Men cho'ntagimdan $2 olib erkakning qo'liga tutqizdim. U menga minnatdorchilik bildirar ekan, ko'ziga yosh oldi. Men ham unga jilmayib, o'z yo'limda davom etdim. Biroq endi men cho'ntagimda qolgan pulga faqat sut yoki non sotib olishim mumkin edi. O'zimning ahvolim achinarli bo'lsa-da, ularga ehson qilganimdan zarracha afsuslanmadim. Mayli, faqat sut yoki non sotib olishni rejalashtirdim. Mashinamga o'tirib, to'xtash joyiga borguncha bu haqda o'ylab ko'nglim yorishdi. To'g'ri yo'l tutganligimni esa qarshimdan chiqqan tuhfa tasdiqlab turardi. Uni ko'riboq kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Men yanglishmayotganimga amin bo'lish uchun ishonib-ishonmay mashinadan tushdim. Asfalt yo'lda $20 banknot, banklar tomonidan chiqariladigan va pul o'rnida yuradigan foizsiz kredit biletlari yotardi. Avvaliga men ko'zlarimga ishona olmadim. Qo'limga olgach, uning haqqoniyligiga amin bo'ldim. U kimniki ekani esa noma'lum edi. Men tezda do'konga borib, nafaqat non va sut, balki boshqa kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini ham xarid qildim. Men doimo bu voqeani esda saqlayman. U menga hamisha biz yashayotgan olam g'ayrioddiy va sirli voqea hodisalarga to'la ekanini anglatib turadi. Mazkur tasodif menga so'nayotgan ishonchimni qaytarib berdi. Men $2 berib $20 ga ega bo'lardim. Taqdirning bu tuhfasidan minnatdor bo'lib, ortga qaytar ekanman, kambag'al oilaga yana $5 ulashib, ularni ham xursand qildim.
Bu voqea hayotimda sodir bo'lgan tasodiflardan biri xolos. Bu kabi xotiralar boshqalarga qancha ko'p hadya bersang, shuncha ko'p narsaga ega bo'lasan degan taassurot uyg'otadi. Shu kabi fikrlarni jamlagan hayotiy qonunlarimizdan birini quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Nimagadir erishishdan avval nimanidir qurbon qilmoq lozim. Ushbu haqiqat esa mana bu ikki misrali she'rda quyidagicha bayon etiladi. Qadim zamonda bir tavakkalchi bo'lgan ekan. U ko'plarga hadya berib, so'ngra boyib ketgan ekan. Ko'pincha bizga hech narsa berishmayotgani to'g'risida o'ylaymiz. Agar biz atrofimizga yaxshilab nazar solsak, barchasini ko'rishimiz mumkin. Bizning nazarimizda juda kichik bo'lib tuyulayotgan narsalar ham aslida bizga berilgan tuhfaligini ba'zan unutib qo'yamiz. Aslida kichik hadyalar bersak va javob tariqasida o'zimiz ham unga ega bo'lsak, bu biz uchun boylik olamiga yo'l ochayotganidan darak beradi. Endi boylikning o'zi biz tomonga ishonch bilan nazar solmoqda. Balki siz bu so'zlarimga ishonmassiz. Ehtimol fikrlarim balandparvoz gaplar bo'lib tuyulayotgandir ham. Ishonmasangiz, chin ko'ngildan birovga hadya bering. Shunda o'zingiz ham buning natijasini ko'rasiz. Mazkur qonuniyatning haqqoniyligi shundaki, siz hadya bermasdan tuhfa ola olmaysiz. Bu qonuniyat sizning qarashlaringiz bilan hisoblashmaydi. Boylik yo'lida avvalo o'zingiz birinchi bo'lib qadam tashlashingiz kerak. Shunday ekan, berilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalaning. Mahoratingizni ishga soling. Boyish yo'lidagi o'ziga xos tarixingizni yozish uchun ba'zan o'zingizga saxiylik bilan javob qaytaring. Ba'zi voqealar sizga kechmishlaringizni, yo'qotishlaringizni eslatib, barchasi behudaligini tasdiqlayotgandek bo'ladi. Lekin o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Sizga mo'maygina berishlari uchun siz ham shunga yarasha ulashing. Siz boshqalarga hadya ulashayotganingizda yuragingizni vahima, cho'chish egallamasin. Bu jarayon samimiylik bilan amalga oshirilmasa, ya'ni siz chin ko'ngildan bu ishga qo'l urmasangiz, kutilgan natijaga erisha olmaysiz. Bu ishni zavq va qo'li ochiqlik bilan bajarsangiz, u shu tarzda amalga oshadi. Siz shu tariqa o'z hayotingizdagi boylik eshiklarini oching. Unutmang, qancha hadya bersangiz, undan ko'prog'iga ega bo'lasiz va kambag'allikdan qutulasiz. Yaratgan egam bizga shunday o'git bergan. Bering va taqdirlaning. Mazkur o'gitni o'z hayotingizda sinab ko'ring. Bu sizga yoqadi. Eslatma. Suvda harakat qilishdan oldin qayiqqa ega bo'ling. Keyingi qiziqarli boblarimizda suhbatlashguncha azizlar, siz Nurli Media kanalining audio kitoblarini tinglamoqdasiz. Obuna bo'lishni unutmang.